Birinchidan Mezon oyini 29-kuni O'zbek tili milliy kunini munosabatiga aytayotgan gapim shudiki, nihoyat xursandman, xushholman va minglarcha hamd ulug' Tengri taologa bizlarni inson xalq qildi va ba'dan bayon, so'zlashlik, gapirish bizlarga o'rgatdi. Xalaqal inson, allamahul bayon. Hurmatli azizlar, o'zimiz o'zbek, otamiz o'zbek, ajdodimiz o'zbek va ko'shish qilishligimiz kerakki, nasl zurriyamizda ham o'zbek tarbiya qilinsak. Haqiqatan agar tarixga qarab ko'rsak, minglarcha va minglarcha iftixor qilgiday chiki harsi siyosiy va nizomiga bo'lsin va chi ham farhangi, adab va bilimdon harsasiga bo'lsin ajdodimiz bor. Imom Buxoriyday shaxsiyatlarimiz bor. O'zlarini borasiga aytilganki, maqom va martaba va manzilati Imom Buxoriy rahmatulloh alayh bilimdon va rivoyat ahadisga misoli Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu ashobning ichiga qancha bo'lsa va kitoblarini borasiga aytilganki, asahhul kutubi ba'da kitobilloh al-Buxoriy. Alloh taoloni kitobidan sonra sahih tarin kitob, mazbut tarin kitob, ham az nigohi matn va ham az nigohi rivoyat fiqh Imom Buxoriy rahmatulloh alayhi kitoblaridir. Va Imom Tirmiziday shaxsiyatlarimiz bor. Ilgariki kishilar ishora qildilar. Alloma Burhoniddin Marg'inoniday shaxsiyatlarimiz bor. 4 jild kitob bitigan ham makotib va fahamtunhoy arab va ajamga tadris bo'ladi. She'r Navoiyday shaxsiyatlarimiz bor, adib shoirlarimiz, chaqqon shoirlarimiz, boychilarimizga alhamdulillah. Hammasini agar bir dafa aniq bilan bir mutoji bo'lsak, islomga katta xizmatlarni qilgandilar. G'aznaviylardan tuting, Saljuqilardan, Xavorizmiylardan, Oq Quyunlidan